Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Atabayeva Roza Urganch Innovatsion universiteti tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Nega aynan Urganch Innovatsion universitetini tanladingiz? Chunki bugungi kunda har bir jabhada innovatsion yondashuvni hayotni o'zi talab qilmoqda. Shuning uchun ham men yangicha ta'lim va yangicha dunyoqarashni shakllantirish uchun ham Urganch Innovatsion universitetini tanladim. Universitetda o'rgangan eng qimmatli bilim yoki ko'nikmangiz qanday? Men shu paytgacha umuman maqola yozib ko'rmaganman. Aynan bu universitetga kelganimdan so'ng ilmiy rahbarim bilan birgalikda maqolalar yozdik va hozirda xalqaro va respublika miqyosidagi konferensiyalarda ishtirok etib kelmoqdaman. O'qish jarayonida eng katta yutug'ingiz nima bo'ldi? Aynan 2024-yilda Tarix instituti tomonidan tashkil etilgan yozgi o'qishlarga yo'llanma oldim va suhbatdan o'tib yurtimizning eng faol tarixchi talabalari 100 taligidan joy oldim. Shuningdek, yaqinda Lambert nashriyoti tomonidan dastlabki kitobim ham chop qilindi. O'qish davomida duch kelgan eng katta qiyinchilik va uni qanday yengganingiz haqida gapirib bera olasizmi? Eng katta qiyinchilik bu yil oilaviy sharoitim tufayli to'lov kontraktini o'z vaqtida to'lay olmadim, lekin universitetimiz rahbariyati tomonidan o'qish davomidagi faoliyatim tufayli 50% grant ajratildi. Bu esa menga o'z ustimda yanada ko'proq ishlashga imkoniyat yaratdi. Bitiruvdan keyingi rejalaringiz qanday? Kelajakda o'z faoliyatimni davom ettirib, magistratura bosqichini ham tugatish va chet tilini o'rganishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Universitet muhitini 3 ta so'z bilan qanday ta'riflaysiz? Tashabbuskor, raqobatli va o'sishga boy. Agar siz yangi talabalar uchun bitta maslahat bera olsangiz, bu qanday maslahat bo'lar edi? Har bir yosh sifatli ta'lim va o'zi uchun qulay oliygohni tanlar ekan, men Urganch Innovatsion universitetida o'qishni tavsiya qilaman. Agar siz ham Urganch Innovatsion universitetida o'qishni xohlasangiz, bizga qo'shiling.